Xudo yaratquchi egidir, hayot berguchidir. O bizga so'z qilamdi, g'amxo'rlik qilamdi. Biz uni to'niy olaymizmi? Ha, to'niy olamiz. Xudo bizga o'z so'zini beg'ishlab, bizning g'amimizni o'ylaydi. Uning butkul odamzodga avatgan xushxabari bizga o'zini qandoq tonish bo'lganligini aytadi. Buningdan 3,5 ming yil ilgari Xudo odamlar orqali o'z so'zini yezib qoldirish boshladi. Keyingi 1,5 ming yil ichida uning so'zini 40 ga yaqin muallif xotirlagan. Shu ajoyib qo'lyozmalar Tavrot, Zabur, payg'ambarlar o'ram qo'lyozmalari va Injil kalomi sharif deb atildi. Bu kitoblarni biz muqaddas kitob deb ataymiz. Uningda Xudo to'g'riliq va u olamdagi barliq xalqlarni qandoq so'ydiganligi haqida so'z qilindi. Endi Xudoning yo'li to'g'riliq haqiqatni boshlaylik. Hammadan burun Xudo osmon bilan yer yaratdi. Yer shaklsiz va bo'sh bo'lib, qorong'ulik bilan suqoplagan edi. Xudoning ruhi suv ustida parvoz qilib yurdi. Xudo yo'riqlik bo'lsin dedi. Shuning bilan yo'riq paydo bo'ldi. Xudo yo'riqlikning yaxshi ekanligini ko'rdi. U yo'riqni qorong'ulikdan ayirib, yo'riqni kunduz, qorong'uni bo'lsa kechida potidi. Kech kunduz o'tib, bu birinchi kun bo'ldi. Xudo suning o'ttirisini bo'lib turadigan bir havo bo'shlig'i bo'lsin dedi. Xudo bu havo bo'shlig'ini osmon deb atadi. Kech kunduz o'tib, bu ikkinchi kun bo'ldi. Xudo osmonning ostidagi suv bir yagi yig'ilib, quruqlik ko'rinsin dedi. Shunday bo'ldi. Xudo quruqlikni yig'ilgan suvni bo'lsa dengiz deb atadi. U ijodiga qarab yaxshi ekanligini ko'rdi. Xudo har xil ziroat va mevlarni beradigan daraxtlar o'sib chiqasin dedi. Shunday bo'ldi. Xudo ularning yaxshi ekanligini ko'rdi. Kech kunduz o'tib, bu 3-chi kun bo'ldi. Xudo osmonda yo'riq jismlar bo'lsin. Ular kunduzni kechidan ayirib, yil fasllarni, kunlar bilan oylarni belgilab, yerga nur chachadigan bo'lsin dedi. Xudo olamat ichki yo'riq ko'zni, kunduz sho'lisini tushiradigan quyoshni, kechida yo'riq beradigan oyni, yana yulduzlarni yaratdi. Xudo bularning yaxshi ekanligini ko'rdi. Kech kunduz o'tib, bu 4-chi kun bo'ldi. Xudo sular tirik jonliqlarga to'lib, qushlar yer yuzida uçsun deb sud yashaydigan kitlar bilan barliq jon egalarini, yana uchar qanotlarni yaratdi. Bularning hammasi tur-turi bilan o'sib ko'paydi. Xudo bularning yaxshi ekanligini ko'rdi. Ularga o'sib ko'payinglar deb baxt bag'ishladi. Kech kunduz o'tib, bu 5-chi kun bo'ldi. Xudo yana yer yuzi tirik jonliqlarga to'lsin dedi. Shuning bilan u yerdagi yovvoyi hayvonotlarni, uy hayvonlarini, yana yer beg'irg'uvchilarni tur-turi bilan yaratdi. Xudo bularning yaxshi ekanligini ko'rdi. Xudo o'zimizga o'xshash qilib insonni yaratayli dedi. Shunda Xudo to'pidan odamni yasab, uning burniga hayotlik nafasni pulidi. Shuning bilan odamga jon kirdi. Xudo insonni ruhiy tarafdan o'ziga o'xshash qilib, birini yana birini ayol qilib yaratdi. Xudo eng dastlabki odamning ismini Odam, ayolning ismini bo'lsa Havo deb atadi. Xudo otansini qoldirib ayoli qo'shildi. Shuning bilan ikkisi bir tan bo'ladi dedi. Odam bilan uning ayoli yalang'och edi, biroq ular bir-biridan uyalmadi. Xudo o'zining yaratganlarining hammasi qarab intayin yaxshi ekanligini ko'rdi. Kech kunduz o'tib, bu 6-chi kun bo'ldi. Shunday qilib olam butkul mavjudotlari bilan yoritilib bo'ldi-da, Xudo 7-chi kuni ishlarini tamomladi. U 7-chi kunni barakatlab, uni muqaddas deb jakoladi. Xudo Eran beg'ida mevalari shirin va chiroyli har xil daraxtlarni o'stirgan edi. Bog'ining o'ttirisida hayotlik beradigan va yaxshi bilan yomonni bildiradigan 2 daraxt o'sib turdi.
Xudo odamni eran beg'ini parvish qilsin deb, shu yerga o'rinlashtirib, uningga amr qilib, bog'dagi barliq mevlarni xolig'ining yegan. Biroq yaxshi bilan yomonni bildiradigan daraxtning mevasini hargiz yema. Uni yesang o'lasan, dedi. Xudo odam oti bilan havoni rohatlanib yassin deb, hayotiga kerakli narsalarni berib, ularga bo'lgan zo'r mehribonligini ko'rsatdi. Xudo odamlarga shundaqla tanlash qobiliyatini taqdim qilib, insonga mush qobiliyatni donolik bilan qo'llanish mumkinchiligini berdi. Xudo ulardan birli narsani talab qildi. U bog'ning o'ttirsida o'sib turgan birli daraxtning mevasini yemanglar degan amriga bo'ysunish kerak edi. Ular bu orqali Xudoga loyiq hurmat ko'rsatishga tegishli edi. Boshqalarning hammasi insonning rohat hayot uchun taqdim qilingan. Ular bu bog'da hayot kechirib, baxtli bo'lish uchun Xudoga to'liq bo'ysunish kerak edi. Hayotiga shukr qilib, erkinligiga xo'shal bo'lish kerak edi. Ammo tanlab olganimiz durust bo'lmasa, u chog'da tanlash erkinligidan nima foyda? Insonni yaratishdan burun Xudo farishtalarga tanlash erkinligini bergan edi. Mo'sha farishtalarmo o'zini yaratgan Xudoni hurmatlashga tegishli edi. Farishtalarning ko'pchiligi to'g'ri yo'lni tanlab, Xudoga bo'ysundi. Ular Xudoga ta bugungacha bosh egib, uning buyruqlarini o'rinlab, insonlarga yordamlashmoqda. Ammo ba'zi bir farishtalar yomon yo'lni tanlab oldi. Ular Xudoning cheksiz qudrati bilan mehribonligidan ayrilib, eng chiroyli farishtalarni o'zlariga boshliq qilib, uningga beqindi. Shu farishtaning takabburlik bilan Xudoga bo'ysunganligi uni Xudo yindiki hurmat o'rnidan mahrum qildi. U Xudoga qarshilik ko'rsatib, "Men qodir Xudoning yulduzlaridan mo'ji qura chiqib, Xudoga o'xshash bo'laman", dedi. Muqaddas kitobda shu gunohkor farishta shayton deb ataldi. U Xudoga tegishli bo'lgan hurmatni o'ziga evamoqchi bo'ldi. Shayton odamlarni o'ziga bo'ysundirish uchun aldab ajoyib chiroyli, nurli farishta bo'lib ko'rinalaydi. Biroq uning yolg'onchiligining kasofatidan og'riq, azob va halokatlar paydo bo'lmoqda. Shunlashqa Xudo shayton oxirgi zamonda do'zaxning tegi tashlandi deb qaror qildi. Odam bilan Havo go'zal eran beg'ida yashayotdi. Tuyuqsiz shayton ilon qiyofatida Havoga yaqinlashdi. Parvardigor yaratgan yovvoyi hayvonlarning ichida eng hilgari ilon edi. U ayoldan, "Xudo sizlarga bog'dagi har qanday daraxtning mevasini yeyishinglarni rostdan ma'ni qildimi?" deb so'radi. Havo mundaq dedi: "Yo'q, bizga bog'dagi daraxtlarning mevasini yesak bo'ladi. Biroq Xudo faqat bog'ning o'ttirsidagi daraxtning mevasini yemanglar. Yesanglar o'lisizlar" dedi. Shunda ilon ayolga, "Yolg'on, o'lmaysizlar. Aksisizlar uni yesanglar, ko'zinglar ichilib, nemaning yaxshi, nemaning yomon ekanligini ayirib, Xudoning o'ziga o'xshash bo'lsizlar. Xudo shuni yaxshi biladi", dedi. Muqaddas kitobda shayton yolg'onning otasi deb atildi. U ayolni aldab, uningga Xudo to'g'riliq yolg'on etdi. Daraxtning mevasini yeyishki yaxshi, chiroyli ekanligiga, ya'ni o'zini aqlli qildiganligiga qiziqqan ayol mevani uzib yeb, yo'ldoshiga berdi. Uni yedi. Shu chaqda ularning ko'zlari ichilib, o'zlarining yalang'ochligini ko'rib uyaldi. Anjir daraxtining yo'pirmoqlaridan kiyim yasab, badanlarini yepib oldi. Kun salqin tushganda, bog'ning ichida kelayotgan Xudoning tivishini anglab, odam bilan Havo daraxtzorlikning orasiga yo'shirinib oldi. Ular Xudoning aytganlariga emas, o'z aqliga ishinib gunoh qilganligidan Xudo bilan bo'lgan aloqasi uzilib, ruhiy jihatdan o'ldi. Xudo odamga, "Sen qayerda?" dedi. "Sening bog'da yurganligingni anglab qo'rqib ketdim. Sababi men yalang'och", dedi odam. Shunda Xudo, "Yalang'och ekanligini san kim aytdi? Yoki men yemakka mani qilgan daraxtning mevasini yedimmi?" deb so'radi. U, "Sen menga bergan ayol ashu mevani menga berdi. Men yedim", dedi. Yaratquchi ega ayoldan,
Bu nima qilganing deb so'radi. Meni ilon ozdidi, shunga yedim deb javob berdi ayol. Xudo ilonga bu qilmishing uchun barliq hayvonotlar ichida senla la'natga uchraysan. Ömür-voyat yer beg'irlab topiyaysan. Ayol bilan sening avlodingni o'zaro o'chmanlashtirman. Uning avlodi beshingni dasab yanjiydi deb hukm qildi. Xudo bu so'z orqali bir ayoldan tug'ilgan qutqizg'ich kelib, shaytonni yengdiganligi haqida dastlabki qitim etgan. Xudo ayolga: "Men sening ahvolingni ig'irlashtirman, qiynalib bo'shindigan bo'lasan. Seni yo'ldoshing boshqurdi", dedi. Xudo odamga: "Ayolingning so'zi kirib, men qilgan mevani yegaliging uchun yer la'nat kuchirdi. Endi ömür-voyat jafo mashaqqat bilan yerga ishlab oziqimsan. Yerda tikan va chig'on unidi. Yer qo'yni kirgicha yeydigan niningni mangloy taring to'kib yurib, topadigan bo'lasan. Men seni topidan yaratdim, yana topigansan", dedi. Biriktirib tikilgan yopurmoq yapquchi odam bilan havoning gunohlarini yapamidi. Shuning uchun Xudo ularga hayvonning terisidan kiyim yasab berdi. Ularning gunohini yepish uchun boshqa tirik jon qurbon bo'ldi. Shunday qilib, dastlabki insonlar orqali dunyoga gunoh bilan o'lim kirgan edi. Xudo o'ziga bo'ysungan insonlarga rahim qilib, ularni gunohdan pok bir jonning qurbonlik o'lim orqali jo'ydiganligini uqtidi. U olamni yaratmay turib, odamlarning o'ylanmasdan o'z oldiga mengib, odishib ketilganini bilgan edi. Mundaq bo'ysunmaslik gunoh deb ataldi. Ammo Xudo odamzotni shu qadar so'yganlikdan, odamlarning gunohlarining kechirilishi uchun o'z jinni qurbon qiladigan qutqizg'ichni avatishni va'da qildi. Xudo gunoh qilgan odam bilan Havoni Eran beg'idan qo'g'lab chiqarib, uning sharq tarafiga kuzatchi farishtalarni, shundoqla har tarafga chepib, o't chachadigan qilishni o'rnashtirdi. Ular mangulik hayot beradigan daraxtning yeniga hech kimni yaqinlashtirmaydi. Odam ota o'tkazgan gunohdan keyin barliq odamzot o'lmay qolmaydi. Shundoq bo'lsa-mu, Xudoning yo'li to'g'riliq xabarda zo'r umid bor. Odamning ayoli Havo homildor bo'lib, o'g'il tug'di. U yaratqush egining yordami bilan bir o'g'il topdim, dedi. Uning ismini Qobil deb qo'ydi. Keyin u yana bir o'g'il tug'ib, ismini Hobil deb qo'ydi. Hobil cho'pon bo'ldi. Qobil dehqon bo'ldi. Biroz vaqtdan keyin Qobil yerning mahsulotini elib, yaratqush egiga ta'lim qildi. Hobil bo'lsa qurbonlikqa qo'yilib keldi. Xudo Hobilning qurbonligiga roziligini bildirib, Qobilning so'g'isini qabul qilmaydi. Buningga Qobil intayin xafa bo'ldi. Shunga Xudo Qobilga qarab, "Nemishga xafa bo'lasan, Qobil?" deb so'radi. Xudo molning qurbonligining kerak ekanligini Qobilning esiga soldi. Odam bilan Havoning gunohini yopurmoqla yapamagandek, qonsiz o'simliklar bilan yemishlarmi gunohni hech qachon yapamaydi. Qobilning molni qurbonlik qilmaganligi Xudoga qarshilik ko'rsatganlik bilan tang bo'ldi. Muqaddas kitob Qobilning qurbonligi Xudoning so'ziga ishonganligini, Qobilning so'g'isi bo'lsa ishonmaganligini ko'rsatib deb tushundirdi. Muqaddas yozmalarda gunohning hammasi bo'lsa qon to'kilmay kechirilmaydiganligini bayon qiladi. Qobil o'kinib, Xudoga bo'ysunib, qurbonlikqa mol aklishning o'rniga inisi Hobilga xiyonat qildi. Oxiri ikkisi dala juganda u inisini urib o'ldirdi. Shunda Xudo Qobildan "Ening Hobil qani?" deb so'radi. U "Bilmayman, men inimga kuzatishmedim" deb javob berdi. Xudo Qobilga "Sen nima qilding? Iningning to'kilgan qini menga nola faryod ko'tardi. Endi o'z qo'ling bilan o'ltirgan iningning qini singan yerdan la'nat kuchiraysan" dedi. Qobil Xudodan shiraqlashdi. Uning Xudoga qarshiligi eng dastlab qon to'kib, odam o'ldirishi oilaning buzilishiga sabab bo'ldi. Yillar o'tishi bilan Xudo odam bilan Havoni barakatlab, ularga boshqa o'g'il qizlarni berdi. Ularning avlodlari yer yuzida taraldi. Shundaqla ularning yomonligi taraldi.
Odamlarning qilgan zulmi bilan yer jahon to'ldi. Ularning yurak xohishlari bilan qilgan va aytganlari yovuzlik bo'ldi. Buni ko'rgan egimiz qayg'urgan holda, o'zim yaratgan insonlarni yer yuzidan yo'qtiman, dedi. Biroq Nuh ismli bir odam Xudodan mehr shafqat topdi. Nuh o'z zamondoshlarining orasida odil, Xudo bilan yaqin yashagan odam edi. Shuning uchun Xudo Nuhga "Men barliq jon egalarining hayot kechirishini to'xtataman. Dunyo insonlarning yovuzligi to'ldi. Shu sababdan men ularni yer bilan qo'shib yo'qtiman. Sen yog'ochdan kema yasa, u bir necha bo'limlardan bo'lsin. Sirtni bo'lsa qarmay bilan mumla. Kemining uzunligi 150 metr, kengligi 25 metr, egizligi 15 metr bo'lsin. Birlik yasig'in. Sen ayoling, 3 o'g'ling, kelinlaring hammanglar shu kemiga kirishinglar kerak. Hayotni saqlab qolish uchun o'zing bilan kemiga hayvonlarning har bir turining erkaklisidan bir juptin. Biroq halol hayvonlarning har xilidan 7 juptin olgin, dedi. Kemini yasayotgan chog'da Nuh payg'ambar adashgan odamlarga Xudoni hurmatlashdan bosh tortgan odamlar yo'qtindi, deb ta'lim berdi. Afsuski ularning barlig'i Nuhga va Xudoning askartishiga e'ron qilmadi. Biroq Nuh va uning oilasi Xudoga ishondi. Belgilangan vaqt yetib keldi. Ular kemiga kirishi bilan Xudo ishni yeb tashlab, yer yuziga 40 kun yomg'ir yoqqizdi. Yer ostidagi buloqlar ichilib, suv texmo egizlashga boshladi. Kema suv ustida uzishga boshladi. Oxiri yer yuzi hatto egiz tog' cho'qqilari suv ostida qoldi. Barliq tirik jonliqlar o'ldi. Qushlar, mollar, yer beg'irg'uvchilar va odamlar butunlay hammasi to'pon sug'ib ketib yo'q bo'ldi. 150 kun kalkun yer yuzini besib turdi. Biroq Xudo Nuh va kemisidagi har bir jon egalariga mehribonligini ko'rsatib, qattiq shamol chiqarib edi. Suv pasishga boshladi. Kema Ararat deg'ning ustida to'xtadi. Yerdagi o'simliklar asta-asta o'sishga boshladi. Xudo Nuhga kemidagilarning hammasini elib chiqqan dedi. Kemidan chiqqandan keyin Nuh yaratuvchi egiga beg'ishlab, halol molni elib, qurbonlik qilib ko'ydirib etdi. Xudo Nuh va uning o'g'illariga baxt beg'ishlab, naslinglar ko'payib, yer yuzini to'ldiringlar. O'simliklardan boshqa sizlarga oziq bo'lsin deb mollarni beraman. Kim odamning qini to'ksa, uning o'z qini to'kildigan bo'ldi. Chunki Xudo odamni o'ziga o'xshaydigan qilib yaratgan, dedi. Xudo ularga mundoq dedi: Men sizlar va kelajak avlodlaringlar bilan kelishim tuzaman. Bundan keyin hech vaqtda yer jahon to'pon suvi bilan yo'qotilmaydi. Bu kelishimning belgisi sifatida Hasan Husaynni bulutga o'rnataman. Yerga yomg'irning bulutlarini avatganimda sizlar Hasan Husaynni ko'rsizlar. Men uni ko'rganda sizlar bilan tuzgan kelishimni esimga keltiraman. Nuhdan keyingi ko'plagan avlodlar yer yuzida bir tilda so'zlashadi. Ko'pincha odamlar sharq zaminiga berib, shu joyga makonlashdi. Ular bir-biriga biz o'zimizga shahar va munora turg'izaylik. O'z nomimizni chiqarsak, taraf-tarafga tarqalib ketmaymiz deyishdi. Ularning bu qarori Xudoning avlodinglar yer yuzini qoplasin degan buyrug'iga butunlay qarshi edi. Ya'ni kelib ular turg'izayotgan munorada ular kunga, oyga va yulduzlarga munojimlik qilmoqchi bo'ldi. Odamlar Xudoga emas, aksicha u yaratganlarga sajda qilishni tanladi. Xudo shaharga, yana odamlar qurayotgan munoraga ko'z tashlab, ular bir tutash xalq bo'lib, bir tilda so'zlashib, munorani silishga boshladi. Endi ularning maqsadlarining amalga oshishiga hech narsa taqobil tura olmaydi. Endi biz yerga tushib, bir-birini tushuna olmaydigan qilib, ularning tilini qalayimqon qilib dedi. Shuning bilan Parvardigor ularning tillarini har xilga o'zgartirib, ularni butkul dunyoga tarqatib shahar qurishni to'xtatdi. Shuning uchun shahar Bobil, ya'ni qalayimqonchilik deb ataldi.
Ulug' to'pon suyi vaqasidan 400 yil o'tgandan keyin Xudo sharqdagi Ur shahri turadigan Ibrom degan kishi ko'rinib mundaq dedi: Sen jutungni, urug' tuqqanlaringni, uyingni tashlab, men sen ko'rsatadigan yerga borgin. Men sen orqali ulug' bir xalq chiqaraman. Seni barakatlab, nomingni ulug' qilaman. Sana baxt tilganlarga baxt taqdim qilaman. Sana la'nat etganlarga la'nat yog'dirman. Sen orqali men yer yuzidagi barliq millatlarni barakatlayman. Shuning uchun Ibrom Parvardigorning yo'l yo'rig'i bilan o'z jutidan ketib, Falastin degan yerga makonlashdi. Bu yerda egimiz Ibromga ko'rinib, uningga "Men sening avlodingga mush yerni beraman. Osmon qarab yulduzdan sanalsang sanab boq. Men sening avlodingni shundoq sonsiz ko'paytiraman" dedi. Ibrom ayoli Sara tug'mas bo'lsa-mu, Xudoga ishondi. Shu sababdan Xudo uni haqqoniy odam deb hisobladi. Shunda Ibrom: "Yaratquchi egam, men bu yerga ega bo'lganligimni qandoq bilaman?" deb so'radi. Xudo: "Sening avloding notanish bir elda hayot kechiradigan bo'ldi. Shu yerda ular qul bo'lib 4 asr mobaynida qiynaldi. Biroq men ularni qul qilgan xalqni jazolashim bilan 4-chi avloding shu xalqning mol-mulki bilan boy bo'lib, bu yerga qaytib keladi" deb javob berdi. Biroq Ibromning ayoli Sara texi bola ko'tamgan edi. Shuning uchun Sara Ibromga: "Mening Misrlik xizmatkorim Hajar bilan yaqinlashishimni o'tinaman. Men uning bolasini o'z bolalarim deb sanayman" dedi. Ibrom Saraning bu so'zi qo'shildi. U Xudoga ishongani bilan o'z ayoli Sara orqali Xudoning farzand berman deganiga gumon qildi. Shuning bilan Hajar Ibromga Ismoil ismli o'g'il tug'ib berdi. 13 yildan keyin Ibrom 99 yoshga kelganda yaratquchiga yana uning ko'rinib: "Men qudrati cheksiz Xudodirman. Mening ko'z oldimda mukammal bo'l. Buningdan keyin sening isming Ibrohim bo'lsin. O ko'p millatning otasi deganini bildirdi. Ayolingning ismi bo'lsa Sara bo'lsin. Uning mansi shahzoda. Men Sarani barakatlab, uning nurg'un millatlarning onasi bo'lsin deb baxt bag'ishlayman. Sana bo'lsa Saradan bir o'g'il taqdim qilaman" dedi. Ibrohim: "Ismoil sening ko'z olding tirishirsa ekan" deb o'tindi. Xudo uningga mundaq deb javob berdi: "Ismoil to'g'riq talabingni o'rinlayman. Men uni barakatlab, naslini ko'paytiraman. Men uning avlodlarini ulug' bir millatga aylantiraman." Xudo mushu va'dasini Ismoildan tarqalgan arab xalqi orqali o'rinladi. Xudo yana: "Biroq men kelishimni Saraning dunyoga akildigan o'g'li orqali mangulik bekitaman" dedi. Shuningdan keyin Sara homildor bo'lib, o'g'li Ishoqni tug'di. Ishoq cho'ng bo'ldi. Xudo Ibrohimning ishonchini sinmoqchi bo'lib, uni "Ibrohim" deb chaqirdi. Ibrohim "Labbay" dedi. Andin Xudo: "Sen intayin yaxshi ko'rdigan yolg'iz o'g'ling Ishoqni elib, Moriya degan joyga bor. Uni men sen ko'rsatadigan taqqa opirib, qurbonlik qilib ko'ydirib atgin" dedi. Atsarda Ibrohim o'g'li Ishoqni elib, Xudo ko'rsatgan joyga qarab mandi. 3-kuni Ibrohim belgilangan yerni jiroqdan ko'rdi. Ibrohim Ishoqqa o'tullarni ko'targizib, o'zi o't bilan pichoqni elib, ikkisi birga taqqa qarab yurib ketdi. Andin Ishoq otasiga: "Ota, bizda o't bilan o'tin bor, lekin qurbonlik qildigan qo'z qani?" deb so'raydi. Ibrohim: "O'g'lim, qurbonlik qildigan qo'zni Xudo o'zi beradi" dedi. Va Xudo Ibrohim ko'rsatgan yaykagicha bilimim keldi. Ibrohim qurbonlik supisini yasab, o'tlarni supining ustiga qo'ydi. Ondan keyin Ishoqni bog'lab, o'tning ustiga yotqizdi. Ibrohim pichig'ini elib, o'g'ilni bo'g'izlash uchun qo'lni ko'targanda, Parvardigor farishta sifatida osmondan: "Ibrohim,
İbrahim deb baqirdi. Labay dedi u. Balanga qo'l ko'tama, Isqoqqa tegma. Meni hurmat qildig'iningga ko'zim yetdi. Chunki sen meningdan yolg'iz o'g'lingni aymiding, dedi Xudo. İbrahim atrofga qaradi, mungizi chatqal ilishib qolgan bir qo'shqonni ko'rdi. Berib qo'shqonni akilib, o'g'lining o'rnida qurbonlik qilib, ko'ydirib etdi. Muqaddas kitobda İbrahimning Xudo Isqoq to'g'risida degan va'dasining amalga oshirganligiga haqiqatan ishonganligi haqida aytildi. Xudo uning ishonchiga rozi bo'lib, "Men sening avlodingni barakatlab, osmondagi yulduzlardek sonsiz ko'paytiraman. Sening avloding orqali yer yuzidagi hamma millatlar baxtga ega bo'ladi. Sababi sen menga bo'ysunding" dedi. Qutqazuvchining o'z avlodini keldiganligiga İbrahimning ko'zi yetib, qalbi xushallikqa to'ldi. Bu payg'ambarning sinoqdan o'tishi, osmondagi ota o'zining yolg'iz o'g'lini bir kuni butkul insonning gunohlari uchun qurbon bo'lishga aytadiganligining birinchi belgisi edi. Biroz vaqtdan keyin Isqoq Rabaqaga o'linib, Yaqub Asov ismli qo'sh gizakning otasi bo'ldi. Xudo keyinroq Yaqubga Isroil degan yangi ism berdi. Yaqub Xudoning va'da bergan barakatli yo'li bo'yicha mengishga tanlangan edi. Yaqubning 12 o'g'li bo'ldi. Ularning orasidan Yusufning akalari qulluq setib etdi. Biroq Xudoning ajoyib qamxo'rligi bo'langan Yusuf Misr podshosi Farovning bosh vaziri bo'ldi. Xudoga haqiqatan ishongan Yusuf akalarini kechirib, barliq qarindoshlarini ocharchilikdan qutqizish uchun Misrga ko'chib kelishga chaqirdi. İbrahimning, Isqoqning va Yaqubning 70 avlodi Isroillar deb atalgan bir xalq bo'lib, Misrga ko'chib kelib shu yerga makonlashdi. Bu Xudoning İbrahimga burun va'da berib, aldinala aytgandek bo'ldi. Shunda qilib 4 asr o'tdi. İbrahimning avlodi Misr yerda ko'p bolliq bo'ldi. Shuning bilan Yusuf to'g'riliq hech xabari bo'lmagan Misrning yangi farovni xafa bo'lib, İsroil xalqining soni ko'paymoqda. Bularga bir chora qo'llanishimiz kerak. Agar bularning ko'payishiga yo'l qo'yib bersak, ular bizga qarshi dushmanlarimiz bilan bir bo'lishi mumkin, dedi. Shunda qilib Misrliklar Isroilning avlodini qul qildi. Rahimsiz qul amaldorlari ularni odamchiliksiz ig'ir ishlar soldi. Biroq ig'irchilikni ko'rgan sari Isroilliklarning soni ko'payib Shunga Faravon kindik onlarni chaqirib elib, "Sizlar Isroillik ayollarni bo'shindiganda qizlarni tirik qoldirib, o'g'il bolalarini o'ltirib o'tinglar" deb buyruq qildi. Bir Isroillik ona bo'lsa, o'zining tug'ilgan o'g'lini yoshirib qo'ydi. Keyin u bolasini qarmay bilan sirlangan bir sevatga yotqizib, Nil daryosining yoqasidagi qo'mishning orasiga o'tirib qo'ydi. Faravonning qizi shu daryoga cho'milish uchun kelganda, u qo'mishning orasida sevatga yotgan bolani ko'rib, uningga chaqirib ketdi. Uning Isroillik ekanligini bilsa-mu, bolani bag'riga besib, o'zining o'g'lidek o'stadi. Uningga Musa, ya'ni sudni ilingan deb ism qo'ydi. Shuning bilan Musa Misr podshosining bir zo'r amaldori sifatida nurg'un boyliqlarni tutishga haqli bo'ldi. Musa cho'ng bo'lgandan keyin o'zining Isroillik qarindoshlari bilan aralashib, ularning qiyin ahvolda ekanligini ko'rdi. Ularning bu qiyinchiliklarni ko'rib yurganda Misrlik odam Isroillik qulni urayotganligini ko'rdi. Hech kim ko'mib deb o'ylagan Musa Misrlik odamni o'ldirib, qumga ko'mib etdi. Biroq Faravon mushu odamning o'ldirilganligidan xabardor bo'lib, Musoning iziga tushdi. Musa bu yerdan qochib ketib, Midyan yeriga berib turdi. 40 yildan keyin shu Faravon olamdan o'tdi. İsroilliklarning qulluqdan qiynalib, zarlangan ovozini Parvardigor angladi. Shunga Xudo o'zining İbrahim, Isqoq va Yaqub bilan tuzgan kelishimini esiga oldi. Cho'pon bo'lib yurgan Musa qo'ylarini dala haydab ketayotganda, chatqal orasida o't yalqinining ichiga Parvardigorning farishtasi tushdi. Qiziq yeri shuki, o't ko'yayotgani bilan chatqal ko'yib ketmagan edi. Shunga Musa Nauyaga berib bu ajoyib ko'rinishni ko'rayda, bu chatqalning nima uchun ko'yib ketmaganligini aniqlay deb o'yladi. Uning yaqinlashib kelayotganini ko'rgan yaratuvchiga uningga chatqal orasidan "Musa, Musa" deb chaqirdi. "Labbay" dedi u. "Xudo, bu yerga yaqinlashma. Oyoq kiyimingni yashkin. Chunki sen tug'an joyi muqaddasdir.
"Men otang İbrahim, İshoq, Yaqub tayangan Xudodirman" dedi. Musa Xudo qarashdan qo'rqib yuzini yipib oldi. Egimiz yana mundaq dedi: "Men Misrdagi xalqimning baxtsiz ahvolini ko'rib, yig'ilgan ovozni angladim. Ularni Misrliklarning qo'lidan ozod qilib, süt bilan hasal mo'l yaxshi joyga ko'chiraman." Musa: "Men seni xalqim İsroilni Misrdan elib chiqish uchun Faravnga avatdiman." Musa: "Faravnga berib sening xalqingni Misrni elib chiqalaydigan men kim? İsroilliklarga meni oti bo'g'onlarning xudosi sizlarga avatdi desam, ular meningdan uning ismi kim deb so'raydi-ku. Undaqda nima deb javob beraman?" dedi. Xudo Musaga mundaq buyurdi: "Men bordurman. İsroilning avlodiga men bordurman degichi meni sizlarga avatdi degin." Musa: yaratquchi egam, men so'zga chechan emas, til boylig'immi yo'q deb boshlatmoqchi bo'ldi. Biroq Xudo uningga mundaq javob qaytardi: "Odamga tilni bergan men emasmi? Endi bag'in. Akang Harun so'zga chechan, uning orqali so'zligin. Men sana yor bo'lib, nima qilib, nima etadiganlarni sizlarga o'zimga o'taman. Sen Misrga borgan chog'da Faravning oldida ajoyib mo'jizani ko'rsatsan. Biroq men uning yuragini xalqni erkinlik chiqamaydigan qilib o'chmanlashtiraman. Sen Faravnga berib mundaq deb aytqin: İsroil mening tunji o'g'lim. O'g'limni menga xizmat qilish uchun erkinlik chiqargin. Agar uni rad qilsang, sening o'g'lingni, tunjingni o'tiraman degin." Musa bilan Harun Faravnga berib bu xabarni yetkazdi. "Parvardigor sizlarga mening odamlarimni erkinlik chiqaringlar deb aytdi." Biroq Faravn: "Men bo'ysunib İsroilni erkinlik chiqarib beradigan Parvardigoringlar kim? Men hech qanday Parvardigorni bilmayman. İsroilliklarni erkinlik chiqarmayman" deb qarshilik ko'rsatdi. Musa payg'ambar yana Xudo duo qilib: "Ey egam, sen meni qayoqqa avatding? Sening nomingdan Faravnga borgandim, biroq xalqingni o'zing ozod qilmading" dedi. Xudo: "Men yaratquchi egidirman. İbrahim, İshoq va Yaqubga hammaga qodir sifatida ko'ringanman. Biroq Misrda o'zimni qutqizg'uchi egi sifatida ko'rsataman. Misrliklarga barliq xalqlar mening yaratganlarimga emas, faqat menga sajda qilish kerak ekanligini bildirman" dedi-da Musa bilan Harunga: "Faravning oldiga beringlar. Harun tayig'ini Misr suyi qartib so'zsin" deb buyurdi. Ular berib hammasini yaratquchi ega buyrug'ida qildi. Shuning bilan daryoning suyi qonga aylanib, beliqlar o'lib, daryo sesib ketdi-da, Misrliklar barliq yerda suv icholmay qoldi. Xudo Musoni yana avatib: "Faravnga berib munini aytqin. Parvardigor mundaq deydi: Xalqimni menga xizmat qilish uchun erkinlik chiqargin. Agar bo'ysunmasang, butkul yeringni poqlar bilan yomg'irtibman" dedi. Biroq Faravn bo'ysunmadi. Shunga Misr yeriga poqlar qoplab ketdi. Ular odamlarning uylariga, qulaydigan xonlarga, yotqonlarga, pashlarga, hatto non cho'g'radigan qochlargacha yetishib oldi. Faravn Harun bilan Musoni chaqirib: "Beringlar, Parvardigor poqlarni akatsin, men xalqni erkinlik chiqaraman" dedi. Biroq ofatdan qutulgandan keyin Faravning yuragida egimiz oldin ala aytgandek o'chmanlik paydo bo'ldi. Shunlashqa Xudo Misrga ofat avatishni davomlashtirdi. Faravn har bir ofat yuz berganda uni to'qishni so'rab yolosimi, lekin Isroil xalqini erkinlik chiqarish va'dasini o'rinlamadi. Xudo Misr yerining to'pisini hasharotlarga aylantirdi. Ular odam va molning ustiga yomishib ketdi. Shunda Misr sehrgarlari Faravnga: "Bu Xudoning ishi" dedi. Keyingi qitim Xudo Faravn va uning odamlarining ustini chim bilan yomg'irtdi. Ondan keyin qo'rqinchli kasal avatib, Misrning mollarini qirib yetdi. Biroq Isroilning mollaridan hech bir tuyoq chiqim bo'lmaydi. Musa Faravning oldida turib, osmon qortib kul chochidi. Natijada barliq Misrliklar bilan ularning mollarining ustida ko'kargan ishqlar paydo bo'ldi. Keyin Xudo Misrga qattiq mo'ldir yog'dirishni eslatdi.
Bu sözgü işlengenlerning hammasi xizmatchilari bilan mollarini dalda kirgizdi. Biroq ishlanmaganlar bo'lsa xizmatchilari bilan mollarini dalada qoldirdi. Shunda chaqmoq chiqib, mo'ldir yog'di. U itiziqlarni qurtib, daraxtlarni sindirib, daladagi odamlar bilan mollarni o'ltirdi. Faqat Isroilliklar turayotgan go'shan o'ksidla mo'ldir yog'maydi. Keyin Xudo butkul Misrga chekatgan yog'diganda yer qop-qora bo'lib ketdi. Ular mo'ldirdan keyin qolgan ziroatlarni yeb o'tdi. Oqibatida Misr yeridagi ko'k chimanliklar qolmaydi. Ondan keyin yaratquchi ega Misr yeriga 3 kun bo'yi qo'yiq qorong'ulik bostirdi. Odamlar bir-birini ko'rolmay, uylardan hech yerga chiqolmaydi. Biroq barliq Isroilliklarning uylarida yo'riq bo'ldi. Shundaqdimi Faravon ularni erkinlik chiqamay Musa qarshilik ko'rsatib, "Mening yenimdan neri ketgin, endi qaytadan yuzimni ko'rsang o'lasan" dedi. Musa, "To'g'ri aytdingiz, men qaytadan iltimos bilan ko'zingizga ko'rinmayman" deb javob qaytardi. Yaratquchi ega Musoga, "Men Faravon bilan Misrga yana bir obat avatmoqchiman" dedi. Oxiri Faravon o'zi butkul xalqimni o'z yeridan ozod qildi. Bu obat Misrliklarning hammasiga taxti o'ltagan Faravonning tunjisidan boshlab ta uning tugmanchi qullarining tunjisigacha ajal keldi. Shundaqla Misrda ilgari bo'lmagan va kelgusida bo'lmaydigan hasratlik jig'izor bo'ladi. Da Musa İsrailning barliq jamoatiga berib, mening aytganlarimni yetkazgin. Har bir oila bir qo'zini talib olsin. Ular hech kamchiliksiz bir yoshli qo'zi bo'lsin. 4 kundan keyin Isroilning butkul xalqi ularni kechqurun qurbonlik qilsin. Ishqilarining beshi va yonlariga qurbonlikning qeynini surksin. Hech bir odam tong otqicha sidq chiqmasin, deb buyurdi. Shu kechsi qurbonlikning go'shini o'tda pishirib yeyishinglar kerak. Bir mu suygini suntumanglar. Go'shni Peter nom bilan yanglar. Bu Parvardigorga beg'ishlangan o'tib ketish tamig'i. Chunki men butkul Misrni arlab o'tib, barliq odamlar bilan mollarning tunjisini o'tirib, shunda qilib Misrliklarning cho'qingan butkul yolg'on xudolarini jazolayman. Men yaratquchi egidirman. Sürkelgen qon bo'lsa, sizlar tug'an o'ylarning omon qolishining belgisi bo'ladi. Men qonni ko'ginimda o'tiguchining uyinglarga kirib o'ltirishiga yo'l qo'ymayman. U yeninglardan o'tib ketadi. Shundan keyin har yili menga yaratquchi egiga beg'ishlab, mushu o'tib ketish tamig'ini Peter nom bilan yeb bayram qilinglar. İsroil xalqi Musa va Harun orqali aytilgan Xudoning buyruqlarini o'rinladi. Bu voqea kechida bo'ldi. Xudo Misr yerdagi barliq tunjilarni taxti o'ltagan Faravonning tunjisidan boshlab ta turmadagi tutqunlarning tunjisigacha o'ltadi. Hatto mollarning tunjisimi o'ltirildi. Faravon uning xizmatchilari va barliq Misrliklar kechasi uyg'onib, qattiq qayg'u hasratga cho'mdi. O'lim chiqmagan bir uy qolmadi. Biroq ishigining yonlariga qo'zning qeni surkalgan uylarning ichidagilar omon qoldi. Faravon bo'lsa Musa bilan Harunni chaqirib, "Sizlar va Isroil xalqi bu eldan ketinglar, yo'q qilinglar, o'zinglar xalqininglarcha Xudoyinglarga xizmat qilinglar" dedi. Misrliklar Isroil xalqini chapsanroq avatishini o'ylab, "Sizlar ketmasanglar hammamiz o'lib ketamiz" deb hatto ularga oltin buyumlarni berib etdi. Shu chog'da millionlagan Isroil xalqi Xudoning Ibrohim payg'ambarga oldin ala aytgandek Ibrohimning avlodi shu elda qul bo'lgan edi. Ularning 4-avlodi qulluqdan qutulib, zo'r boylikqa erishib, mollari bilan birga Misrdan ko'chib chiqdi.
Shunda qilib Xudo mening tunjim deb atagan İsrail xalqi Misrni tashlab, Aydalaga berib makonlashdi. Shu yerda Xudo Musoga mundoq dedi: "Yaqin orada Faraon İsrailliklar adishib, çöl bayavanda qoldi deb o'ylaydi. Men kayninglardan qo'lab kelsin deb Faraonning yuragini o'shmanlashtirman. Shuning bilan men hurmatga ega bo'lib, yaratuvchi ega ekanligimga Misrliklarning ko'zi yetidi." Bu shundoq bo'ldi. Faraon bilan askarlari "Nimishki biz İsrailliklarni erkinlik chiqardik" deb qilgan ishiga o'kindi. Faraon tanlab olgan 600 jangharulari bilan butkul otliq askarlarini elib, İsrailliklarni qaytirib kelishga otlandi. Qizil dengizning yoqsig'i makonlashgan ular Misrlik jisakchilarni ko'ganda qo'rqib, Xudoga yolvurdi. Musa ularga: "Qo'rqmanglar, jur'atlik bo'linglar. Bugun Parvardigorning o'zinglarni qutqizganligini ko'rsizlar. Bugun ko'rgan Misrliklarni buningdan keyin ko'maysizlar. Sizlar uchun yaratuvchi ega o'zi jang qiladi" dedi. Xudo Musaga: "Qayiqni elib, qo'lingni dengiz yoqqa qartib so'zg'in. Shuning bilan İsrail xalqi dengizning o'tirisidagi quruq yer bilan o'tib ketadi" deb buyurdi. Musa shunday qilganda, Xudo sharq tarafdan qattiq shamol chiqarib, u dengizning suyini qoq ayirdi. İsrailliklar o'tirisidagi quruq yer bilan o'tib ketdi. Faraonning askarlari ularning kayntini qo'g'laydi. Biroq Xudo Misrliklarning yo'llarini teg'aq qilib edi. Ularning harut chaqlari betib qoldi. Atlari bo'lsa, harutlarni tartamay to'xtab qoldi. Misrliklar hodiqib, İsrailliklarni qo'g'lashni to'xtayli, Parvardigor ular uchun jang qilyotidi deyishdi. Xudo Musoga yana qo'lingni so'zg'in dedi. Musa dengiz qartib qo'lni so'zladi, suv o'z o'rniga qaytdi. Misrliklar suvdan qechib chiqishga tirishsa-mu, chiqamay suvga cho'kib ketdi. Xudo Faraonning askarlarini otliq harulari bilan yo'q qildi. Biroq İsrail xalqi dengizning o'ttirisidagi quruq yer bilan o'tib ketdi. O'zlarining Misr askarlaridan karamat turda qutuldirganligini ko'rib, ular Xudoni hurmatlab, uningga va uning xizmatchisi Musoga ishindi. Shundoq bo'lsa-mu, Misrning qo'lidan qutulgan İsrail xalqi bir oz vaqtdan keyin Musoga: "Bizni o'ldirish uchun cho'l bayavonga keldingmi? Bizda ya suv, ya tomoq yo'q" deb qaqshab ketdi. Xudo ularga cho'nqur mehribonligini ko'rsatib, "Men sizlarga osmondan non yog'diraman. Har kuni atgaliga talo chiqib terib yanglar" dedi. Ular shunday qilib bu tomoqni manna deb atadi. Xudo ularni kerak suv bilan ta'minladi. Biroz vaqtdan keyin xalq Sinay dalasidagi bir tog'ning yoqsig'i makonlashdi. Shu yerda tuyuqsiz havo guldirilib, chaqmoq chiqish boshlaydi. Qalin bulut orasidan chiqqan Sinay ovozining kuchligidan xalqni ayt qo'rqishdi. Xudo o't qiyaptida taq tushidi, tog' tavraydi. Yaratuvchi ega Musa payg'ambarni tog' beshiga chaqirib, İsrail xalqiga beg'ishlab: "Men seni Misrdan elib chiqib, qulluqdan qutuldigan Xudoying, yaratuvchi egam" deb mono 10 farmonni tosh taxta yezib berdi. "Meningdan boshqa xudolarga ishonma. Hech bir butning haykalini yasama va uningga ibodat qilma. Mening nomimni bekor ishlatma. Dam elish kunni alohida saqla. Ota-onangni hurmatla. Odam o'ltama. Nikoh pokligini buzma. O'g'irlik qilma. Yolg'on aytma. Boshqalarning uyiga, ayoliga va boshqa narsalarga qiziqma." Yaratuvchi ega mushu 10 farmoni orqali toza hayotning ulgusini ko'rsatdi. U Musa payg'ambarga odamlarning mushu qonunlarga bo'ysunmagan chog'da nima qilish kerak ekanligini aytdi. "Non beg'ishlab, qurbonlik qilgan sup tayyorlab, shu yerda qurbonlik qilinglar. Ularning to'kilgan qini qilgan gunohlaringlarni yopidi. Shuning bilan men sizlarni kechirib barakatlayman" deydi. Oxiri Aydalada 40 yil yurgandan keyin İsrailliklar Xudo va'da bergan Falastin yeriga kirdi.
Afsus bu yerning turg'unlari yaratqishiga bo'ysunmay, zulm atmay Isroilga qarshi jang qiladi. Ammo Xudo Ibrohim, Ishoq, Yaqubga va'da qilgan yeriga makonlashgan xalqini qo'g'dab, qo'llab-quvvatladi. Jiliga bir qitim bosh ibodat xizmatkor muqaddas uyga, shundaqla odamlarni Xudodan bo'lib turadigan chin pardining ichiga kirib, Xudo oldida butkul xalq vakili bo'ldi. Ko'p yildan keyin Parvardigor Davud payg'ambarni podshohlik tayyorlab, uni yuragim yoqqan odam deb atladi. Xudo Davud va boshqa payg'ambarlar orqali xalqiga so'zni beg'ishladi. Ular gunoh qilganda Xudo payg'ambarlar orqali gunoh qilishni to'xtinglar, bo'lmasa yeringlarni dushmanlarning qo'rshalishiga yo'l qo'yaman deb eskartib turdi. Şunun qaramasdan İsrailliklar Xudoning aytganlariga bo'ysunmasdan, hatto gunohlarni oshkorlagan payg'ambarlarni o'ldirdi. Shunda qilib 8 yil o'tgandan keyin ular Asur, keyin Babil askarlarini yengilib, shu joylarga asir bo'lib ketdi. Biroq shunda bo'lsa-mu, Xudo payg'ambarlar orqali so'zni beg'ishladi. Ba'zilar xalqni xato yo'ldan qaytishga chaqirsa, ba'zilar kelgusida keladigan qutqizish to'g'risida payg'ambarlik xabar qildi. Mixa payg'ambar qutqizuvchi tug'ilgan shaharni va mangulik mavjudligini, Baytlahamdan chiqadigan podshoh Isroilni boshqaradigan bo'ldi. U bo'lsa azaldan babog'uchi deb oldin aytgan. Xudo qutqizuvchining Davud podshohning avlodidan kelganligini oldin aytgan. Malaxiy payg'ambarning qo'lyozmasi orqali qutqizuvchining yo'lini tayyorlaydigan elchisi haqida ma'lumot berdi. Zakariya payg'ambar Yerusalim xalqi qarg'ina, sening podshohing odil, kichik beyil qutqizuvchi, eshakka minib kelyotdi deb oldin aytgan. Davud payg'ambar aytganda qutqizuvchi Hamdasxon yaqin do'stlaridan birining o'zini setib ketilganligini bildi. Zakariya bo'lsa, shu iplastikning bahosi 30 kumush tanga bo'lganligini xabarladi. Xudo oldin Yashaya payg'ambar orqali askarlar qutqizuvchini qamchilab, yuziga tukurib qiynaydiganligi haqida aytgan. Davud payg'ambar qutqizuvchining bir musiga sindirilmay, qo'l oyoqlarga miq qilib o'ltirdiganligini ayon qilgan. U Xudoyim, Xudoyim, men nimishga yolg'iz tashlab ketdim deb vaqiraydi. Uning qarab turgan jut kulidi. Ular Xudoning qutqizuvchini o'limdan tirildirib oldig'iga ishonmay, uni masxara qildi. Davud payg'ambar qutqizuvchining suyaklari o'g'isini ajraydi, sug'unida sirk suyi berildi. Uni qiynag'anlar uning kiyimi bilan chopinni bo'lishib oldi deb oldin yozgan. Yashaya payg'ambar chat yoqdan qarab turganlar qutqizuvchining tortayotgan bu azobiga chidayotganligini ko'rib hayron qoldi deb yozgan. Xudoning muqaddas kitobida bir kuni Davudning avlodi, shundaqla Yerusalim turg'unlari o'zlari tiniga nayzi sanchigan qutqizuvchini ko'radigan bo'ldi degan payg'ambarlik so'zlari bor. Moşuning hammasi qutqizuvchi mas kelishdan bir necha asr ilgari muqaddas yozmalarda yezib qoldirilgan edi. 70 yil asrlikdan keyin Xudo o'z xalqini vataniga qaytib kelishga yo'l qo'ydi. Biroq ularning bir qismlari qaytishga bel bog'ildi. Biroq ular boshqa allardagi yurtdoshlari boshqa davlatning boshqarishida hayot kechirdi. 5 asrdan keyin İsrailni Rim imperiyasi hukmronlik qilganda Davud podshohning avlodidan bo'lgan Yusuf bilan Maryam degan 2 yosh o'ylanmoqchi bo'ldi. Biroq ular to'y qilishdan ilgari Maryam Xudoning muqaddas ruhining qudrati bilan homildor bo'ldi. Yusufga bo'lsa Xudoning bir farishtasi ko'rinib, "Yusuf, Maryamga o'ylanishdan qo'rqma. Uning ichidagi bolasi muqaddas ruhdan paydo bo'lgan. Shuning uchun u Xudo o'g'li deb atildi. Uning ismini Ayso deb qo'ygan. Chunki u xalqni gunohlardan qutqizdi", dedi. Ayso ismining ma'nosi qutqizuvchi Xudo. Bu voqea haqida Yashaya payg'ambar oldinala mundaq dedi: "Parvardigor sizlarga karomat bir belgi berdi. Bir pok qiz o'g'il bo'shindi. Uningga Immanuel, ya'ni Xudo biz bilan birga deganni bildiradigan ism qo'yildi." Yusuf bilan Maryam o'zlarini tizimga yozdirib, seliq to'lash uchun Betlehem shahriga berishga to'g'ri keldi. Shu yerda Maryam tunchi o'g'li Aysoni tug'di. Shunda qilib burun payg'ambarlar oldinala aytgandek Davud podshohning avlodidan bo'lgan Ayso Betlehemda dunyoga keldi.
Shu atrofda qo'ylarini beqiyotgan cho'ponlar yuradi. Ularga yaratqish egining bir farishtasi kechida kelib, egimizning porloq nurini chachidi. Ular bo'lsa qo'rqib ketidi. Farishta bo'lsa, qo'rqmanglar, men sizlarga butkul xalqni qo'shal qiladigan bir xush xabarni elib keldim. Qutquzuvchilar Xudo va'da qilgan Masih dunyoga keldi, dedi. Yaratquchi egining iltifoti Aysoda bo'ladi. U sog'lom va aqlli o'sib, Xudo bilan odamlarning zavqini keltirdi. Ayso 30 yosh kelganda Yahya payg'ambar ta'lim berib, "Noto'g'ri yo'linglardan qaytib, Xudoning yo'lida menglar" deb odamlarni suvga cho'mdirish marosimidan o'tkazdi. Yahya burun payg'ambarlar aldinala aytib bergandek, qutquzuvchining keldiganligini xabarlaydigan jarchi edi. Ayso suvga cho'mdirish marosimidan o'tish uchun Yordan daryosiga bordi. Yahya uning kelayotganligini ko'rganda, "Qaranglar, bu Xudoning qurbonlikqa avatgan qo'zisi, u insonning gunohini o'z bo'yniga oladi", dedi. Ayso suv cho'mdirish marosimidan o'tib, suvdan chiqib kelayotganda osmon ichilib, kaptar holatidagi muqaddas ruh uning vujudiga qo'ndi. Osmondan "Sen mening suyimli o'g'lim, men seningdan xursandman" degan ovoz anglandi. Ayso 40 kun cho'lda yolg'iz bo'lganda, Eran beg'da havoni eziq tugan shayton unimi eziq tutmoqchi bo'ldi, biroq Ayso gunoh o'tkazmadi. Shayton Aysoni bir toq chaqirib, olamdagi barliq davlatlarni ko'zitib, uningga "Agar menga sajda qilsang, sana butkul olamning hukmronligini beraman", dedi. Ayso uningga mundoq deb javob berdi: "Yo'qol yenimdan shayton. Parvardigor Xudoga bosh egib, faqat uning xizmat qil", deb muqaddas kitobda yozilgan-ku. Shundoq qilib Xudo o'g'li Ayso odam tenida yer yuzida hayot kechirayotganda bizga o'xshash ko'p sinoqlardan o'tdi. Biroq hech qachon gunoh o'tkazmadi. Odam ota mag'lub bo'lgan yerda Ayso g'alaba qildi. Shuning bilan Ayso barliq insonlarning qutquzuvchisi, Xudoning qurbonlikqa avatgan qo'zisi bo'ldi. Hazrati Ayso o'zining qutquzuvchi Masih ekanligini ko'p vaqtlarda ko'pligan mo'jizalarni yaratish orqali isbotladi. Masalan, o'linish to'yida sun'iy tamlik sharobga aylantirdi. U 38 yil bo'yi palash bo'lgan odamni saqaytdi. Mo'g'ul kesili giribtor, qo'l tekkizishga bo'lmaydigan odam Aysoni ko'rib, tiz bukib, "Taqsir, agar xohlasangiz meni saqayta olaysiz", deb yalvurdi. Shunda Ayso og'riqning teniga qo'lini tekkizib, "Tozalangin", dedi. Mo'g'ul kesili shu an saqayib ketdi. Masih bir tug'ma qarg'u bo'lgan odamni saqaytib, ko'zini ochdi. 12 yil bo'yi qon eqib og'rib, doktorlar saqaytamgan bir ayol Aysoning chapiniga qo'lini tekkizishiga og'riqdan ozod bo'ldi. Ayso u ayolga "Seni ishonchim qutqizdi. Omon bo'l", dedi. Jut har turli og'riqdan qiynalganlarni Masih akeldi. Ular saqayib ketdi. Ayso o'ziga shogird bo'lishga 12 odamni chaqirdi. Ularni jinlarni qo'g'lab chiqarish huquqiga ega qilib, Xudo podshohligi to'g'risida ta'lim berish va og'riqlarni saqlash uchun avatdi. Uning nomi joy-joylarga tarqaldi. Ko'pligan odamlar ta'limini anglash va og'riqlardan ozod bo'lish uchun keldi. Ta'limni tinglab o'tirgan 5000 odamga tamom hajat bo'lganda, Ayso bir bolaning qo'ldagi non bilan beliqni elib duo qildi. Shunda qilib tomoq ajoyib ko'payib, barliq odam to'ydi. Hatto qolgan qoldiqlari 12 sevatga to'ldi. Shundaqdimi Jut Aysoning Xudodan ekanligini bilish uchun ko'proq isbot talab qilib, "Ularga yeydigan nonni osmondan berdi", deb Zaburda yozilgandek, ota-bobolarimiz cho'lda totiq non yegan, dedi. Ayso "Osmondan tushib insonga hayot berguchi Xudoning neni", deb javob berdi. Xalq "Taqsir, bizga har qachon mo'shundoq non berib turing", deganda Ayso "Haqiqiy hayotni beradigan non men o'zimdirman. Agar birsi menga kelsa, u ruhiy osh bo'lmaydi. Menga ishongan hech qachon sumaydigan bo'ldi", dedi. Ayso bosh ibodat oqsoqollarning, bosh ruhoniylar bilan cho'ng mo'llarning o'zini chetga qilib, nurg'un azoblar bilan o'ltirilganligini, shundaqla 3-kuni o'zining qayta tirilganligini bir necha qitim oldin ola aytdi.
Köplügən dini və siyasi başlıqlar Əysa'nın təlimini yox çıxadı. Biroq haqiqatni izlagan cho'ng mo'li bo'lgan Nikodim bir kechsi Әysa'ның yiniga keldi. Әйса uningga kimdi kim qaytadan tug'ilmag'icha Xudo podsholigini ko'ramaydi, dedi. Nikodim qirib qolgan odam qandoq qaytadan tug'ildi? Onasining ichiga kirib ikkinchi qitim tug'ilish mumkinmi? deb so'raydi. Әйса mushu mo'lning savoliga tandan tan, ruhdan ruh tug'ildi. Mening qaytadan tug'ilish kerak degan so'zimga hayron bo'lma, deb javob berdi. Nikodim bu qandoq bo'ladi? deb so'rganda Әйса uningga ruhiy tug'ilishni mundaq deb tushundirdi. Xudo insonni shu qadar so'yganlikdan o'zining yolg'iz o'g'lini qurbonlikqa berdi. Uningga ishongan har bir odam dozoq o'tiga bormay mangulik hayotga ega bo'ldi. Xudo o'z o'g'lini insonlarni sotlashga emas, qutqizishga avatdi. Sotning ma'nosi mundaq. Xudoning nuri yey keldi. Biroq insonlar nurdan ko'ra qorong'ulikni yaxshi ko'rdi. Chunki ularning ishlari yomon edi. Xudoning o'g'liga ishonganlar mangulik hayotga ega. Uni tinchimg'anlar bo'lsa, haqiqiy hayotlikni ko'rmay Xudoning la'natiga uchraydi, dedi. Oxiri Nikodim tushunib ishondi. Bir samariyalik ayolga Әйса kimdi kim men berdigan suvni ichsa, u mangu sumaydigan bo'ldi. Men berdigan suv kishining qalbiga mangulik hayotni berdigan, buloqlab turgan buloqqa aylandi, dedi. Ayol Masih yani qutquzuchi podshorimizning keldiganligini bilaman. U bizga hammani aniq aytadi, dedi. Әйса siz bilan so'zlashayotgan men shuning o'ziman, dedi. Әйса xalqqa ta'lim berib, mening yo'limda mangan kishi o'z ixtiyoridan bosh tortib, menga ergashsin. Odam butkul dunyoni egilab, biroq o'z jinidan mahrum bo'lsa, uningdan nima foyda? Pəxəs bolunlar, dünyaxor buluşdan saqlanınlar. Çünki adamның hayatı öz baylığının köplüğüdən ibaret emasdır. Baylığınlar qayerdə bolsa, jürgünlər mo şu yerdə, dedi. Baş dini xizmətkarlar bilan pərişlər məsləhətləşib, biz nima qilishimiz kerak? Onurğu möcüzəni köstüvatıdı. Moşundaq ketiversə, jutның hamısı onunğa işinib ketidi. Şahdarinliklar kelib bizdiki oqutunu tartib aldı, deyishdi. Әйса xalqqa ta'lim berib turaverdi. U ibodatxona maydoniga berib, ikki so'zgarlarga Xudo bu uyni o'ziga sajda qilgan yer bo'lsin degan, lekin sizlar uni blanchlarning ugusiga aylantirib olibsizlar, deb ularni haydab chiqirdi. U mundaq deb ta'lim berdi. Meni avatguchining irodasi uning yolg'iz o'g'liga ishongan har insonni mangulik hayotga ega qilishdir. Ishonganlarni men qiyomat kuni tirildirib olaman. Biroq aranglardan ba'zi biringlar ishonmaysizlar, dedi. Masih o'ziga ishonmaydiganlarni, yana sotqinlik qilganning kim ekanligini boshdan boshlab bilgan edi. Xalq orasida Әйса to'g'risida talash-tortish boshlandi. Boshqalarning nurg'uni uning ishonsimi, dinchilar bizni mansab o'rinlarimizdan qoldirdi deb qo'rqib, ishonganligini iqror qilmadi. Ular Xudoning maqsadidan ko'ra odamlarning maqsadini ortiq ko'rdi. Ali ruhaniylar bo'lsa, Әйсаны o'ltirishning chorasini izlab topolmadi. Sababi jut uning aytganlarini tinshatdi. Әйса ibodatxonada ta'lim berishni davomlashtirib, "Men dunyo uchun nurdurman. Menga agashganlar endi qorong'ulikda mangmay, haqiqiy hayotning nuriga ega bo'ldi", dedi. U o'zi ishonganlarga aytganlarimni o'rnatsanglar, mening shogirdlarim bo'lsizlar. Shuning bilan haqiqatni bilasizlar va haqiqat sizlarni ozodlikqa yetkazdi. Agar Xudo o'g'li sizlarni ozodlikqa yetkazsa, sizlar haqiqatan ozod bo'lsizlar. Men ishik turman. Xudoga men orqali kelganlar qutuldi. Men yaxshi qo'ychi qo'ylar uchun jinni paydo qildi. Mening qo'ylarim ovozimni anglab, beqinib menga ergashdi. Ularni yaxshi bilaman va ularga mangulik hayotni taqdim qilaman. Ular hech qachon o'lmaydi. Hech kim ularni mening qo'limdan tortib olmaydi, deb o'gatdi.
3 yil ta'lim bergandan keyin bir kuni Ayso shogirdlarga texi minilmagan yosh eshakni aklishni topshirdi. Masik eshak minib Yerusalimga yaqin kelganda ko'plagan xalq ko'rgan ajoyib mo'jizalar uchun Xudoni madhilab, "Egimizning nomida kelayotgan podshoga muborak bo'lsin. Osmonda omonlik, Xudoga shon sharaf" deb baqirashdi. Biroq Masih shaharga yaqin kelganda uni ko'rib ko'ziga yosh oldi. Chunki xalq Aysoni Xudo va'da qilgan qutqizuvchi sifatida chin yurakdan tanımagan edi. 12 shogirdning biri Yudaning ko'ngliga shayton kirdi. U bosh diniy rahbarlarga berib, Masihni tutib berishni maslahatlashdi. Ular qo'shab bo'lishib, Ayso jamoatdan xoli qolganda xabarlashish uchun Yudaga 30 kumush tang berishga kelishdi. Ayso o'zining o'ldigan vaqtining yetib kelganligini bilib, shogirdlarini o'tib ketish bayramining tamg'ishdi. Ular dastonda o'tirganda Ayso nonni elib shukr etib, "Elinglar, yanglar. Bu mening sizlar uchun pido qildigan tenimning belgisi. Meni xotirlab turishinglar uchun shunday qilinglar", dedi. Qo'liga piyolani elib shukr etib, "Bu sharob sizlar uchun to'kildigan qinim. Yangi ahdi bo'lsa, mana shu qon orqali tuzildi", dedi. Biroq sizlarga shuni aytay. Hamda üzüm sharobidan Xudo podshohligida o'zinglar bilan birga o'tirib ichaman. Uningga ichmayman. Ko'nglingizni beorom qilmanglar. Xudoga ishongansizlar, menga mushininglar. Osmondagi otamning uyida turadigan o'rin ko'p. Endi men sizlar uchun shu yerdan o'rin tayyorlashga ketib boraman. Berib tayyorlab bo'lgandan keyin qaytib kelib, o'zim bilan birga bo'lishinglar uchun sizlarni muqishimga elib ketaman. Qayoqqa ketayotganimni shu yoq opirdigan yo'lni bilasizlar, dedi. Tomas bo'lsa, "Rabbim, sizning qayerga ketadiganligingizni bilmaymiz. U chog'da yo'lni qandoq bilamiz?" deb so'radi. Ayso, "Yo'l, haqiqat va hayotlik men o'zimdirman. Meningsiz hech kim otamning yoniga borolmaydi", dedi. Shu kechda u shogirdlarga qiyin vaqtning kelayotganligini eskartib, "Gunohkor dunyo sizlarni o'ch ko'rsa, sizlardan avval meni o'ch ko'rganligini bilinglar. Meni o'ch ko'rganlar osmondagi otamni o'ch ko'rdi", dedi. Tamoqdan keyin Ayso duo qilish uchun Getsemani degan baqqa qarab manganda, shogirdlarmi shu joyga agishib mangdi. U duo qilib bo'lgandan keyin bosh ruhoniylar bilan qarovullar uni izlab keldi. Bu topni Ayso bilan hamdasqon bo'lgan Yuda boshlab keldi. U Aysoning uzidan so'yib turib, uningga satqunlik qildi. Ayso bo'lsa, "U men bo'laman" deganda top orqaga chekinib, yerga yiqilishdi. Ondan keyin Ayso o'zini bog'lab, bosh ruhoniyning uyiga elib berishiga yo'l qo'ydi. Qarovullar Aysoni masxara qilishib, uziga tukurdi. Uning ko'zini tengib turib urib, "Seni kim urdi? Payg'ambar bo'lsang aytib ber" deb masxara qilishdi. Atsa degan jutning hammasi Aysoni Rim hokimi Pilatusga olib, "Buning xalqimizning ozdirganligini bildik" deb shikoyat qilishdi. Biroq Aysodan javob olgandan keyin Pilatus bosh ruhoniylar bilan xalqqa, "Men bu odamdan hech bir gunoh topolmadim. Shuning uchun uni qamchilatib qo'yitay", dedi. Biroq hammasi birdek, "U o'ldirilsin, uni chaprasqa mihilting" deb baqirishdi. Pilatus xalqni qanotlantirish uchun Aysoni vahshiylarcha qamchilatib chaprasqa mihilishga buyruq berdi. Rim askarlari Aysoning beshiga tikanlik toj, ustiga rangli to'n kiydirib, "Yahudilarning podshosi Yosun" deb uni masxara qilib urdi. Aysoga chaprasini ortqizib, Golgota yoki bosh suyak degan yerga elib bordi. Xudo nurg'un yillar burun Ibrohimga "Yolg'iz o'g'lim Ishoqni qurbonlik qil" deb aytgan yerda, endi Xudoning yolg'iz o'g'li Ayso chaprasqa mixlanib, o'z hayotini qurbon qildi. U hatto "Ota, ularni kechirgin.
Ular nima qilayotganini bilmaydi, deb o'zini o'ltiruvchilar uchun osmondagi otasiga duo qiladi. Aysa ikki jinoyatchining o'ttirisida chapras mixlandi. Askarlar bo'lsa uning chapiniga chak tashlashdi. Shundoq qilib Davud payg'ambarning oldini alo etganlari to'liq o'rinlandi. Xalq Aysaga 3 soat qarab turdi. Boshchilar bo'lsa uni zangli qilib, "O boshqalarni qutqizib ekan. Agar Xudo belgilangan masih bo'lsa, endi o'zini qutqizib boqsin" deyishdi. Yana 3 soat bo'yi yerni qorong'ulik bosdi. Xudo bizning gunohlarimiz uchun Aysoni jazoladi. O Xudoyim, Xudoyim, nima uchun meni yolg'iz tashlab ketding? Deb vaqirdi. Shundoq qilib, payg'ambarlarning o'z to'g'risida aytganlarining hammasi o'rinlandi. Keyin Aysa "Men ussidim" dedi. Askarlar uningga sirk suyini berib, "Agar Yahudilarning podshosi bo'lsangiz, o'zingizni qutqizib beqingmi?" deb zangli qilishdi. Aysa sirksidan tetib, "Endi to'liq o'rinlandi. Ata, sening qo'lingga ruhimni topshiraman" dedi-de tinig'i to'xtab, jon uzdi. Shu chog'da kun tutilib, o'pchirini qorong'ulik besib, ya qattiq tavridi. Muqaddas uydagi parda o'ttirisidan qoq ayrildi. Aysoning qandoq o'lganligini ko'rgan askar bishi "Bu haqiqatan gunohsiz odam ekan" deb Xudoni madhiylaydi. Aysoning endi chapras mixlangan ikki jinoyatchining chopson o'lishi uchun askarlar ularning putlarini sundirib etdi. Lekin Aysoning o'lganligiga ko'z yetib, uning putini sundurmay, ularning birsi biqiniga nay sanchib edi, shu an qon va suv eqib chiqdi. Tavratda uning bir tol suyugimi sundirilmasin degan so'z yana payg'ambarlarning ular o'zlari nay sanchigan odamga qaraydigan bo'ldi deb aldinala aytganlari mo'shundoq amalga oshdi. Aramatiyalik Yusuf ismli bir kishi Aysoning jasadini elib, xushpuroqlik kepanga o'rab, yangidan o'yilgan qabrga dafn qildi. Yo'g'on tosh bilan og'zini yopib, bosh ruhoniylarning talabi bo'yicha kuzatga askarlar qo'yildi. 3-chi kuni atigan yer qattiq tavrab, bir farishta osmondan tushib, yo'g'on toshni do'miltib, qabrni ichivetdi. Askarlar qo'rqindan qochib ketdi. Aysoning shogirdlari qabrga kelganda hayron qoldi. Kiyimlari nur chaqnab turgan ikki farishta ularga mundoq dedi: "Tirikni o'liklar orasidan nima izlaysizlar? U bu yerda yo'q, tirilib ketdi. Uning aytgan mo'ni so'zlarini aslab beqinglar. Meni gunohkorlarning qo'liga tutib berib, chaprasga mixlab o'ltirdi. Biroq 3-chi kuni qaytadan tirilaman." Ular uning so'zini esga keltirdi. Shu kuni kechda Ayso shogirdlarining orasida tuyuqsiz paydo bo'lib, "Sizlarga omonlik bo'lsin" dedi. Ular qo'rqishib olmasini uchratdikmi deb o'ylaydi. Biroq Ayso "Nimadan gumonlisizlar? Qo'l oyog'imni qaranglar. Menga qo'l tekkizib ko'ringlar. Men to'g'riliq Tavrat, Zabur va payg'ambarlarning qo'l yozmalarida oldinala aytilgan mo'ni so'zlar to'liq o'rnashga tegishli edi. Masih azob chekib, o'lib 3-chi kuni qaytarildi va butkul millatlarga noto'g'ri yo'ldan qaytgan odamlarning gunohlarini Xudo Masihning nomida kechirdi degan xabarni tarqatish kerak. Sizlar hammasiga guvoh bo'lasizlar. Ayso boshqa odamlarga ko'rinib, o'zining tirilganligini isbotladi. U shogirdlariga "Beringlar, barliq millatlarga mening xush xabarimni yetkazinglar" deb omonat qildi. 40 kundan keyin Ayso ularga mundoq dedi: "Sizlar muqaddas ruhni qabul qilsizlar
u vujudingga qo'nganda uning qudratini qabul qilib, Yerusalimda butkul Yahudiya bilan Samariya o'lkasidagilarga, yana yer jahonning chetigicha berib, menga guvoh bo'lasizlar. Mas'ullarning ko'zicha yuqori ko'tarilganda bir bulut uni yepib oldi. Appak kiyim kiygan ikki farishta paydo bo'lib, "Nemishga osmon qarab turibsizlar? Ko'z oldinglarda osmon ko'tarilgan Ayso bir kuni shunda qaytib keladi" dedi. Shunlashqa uning shogirdlari barliq yerga Aysoning tirilganligini aytib, suvga cho'mdirish marosimini o'tkazib, Xudoning xushxabarini yetkazdi. Ular muqaddas yozmaga tayinib, xalqqa odam ota orqali olamga gunoh bilan o'lim kelsa, Ayso Masih orqali kechirim va qaytadan tirilish kelganligini tushundirdi. Xudoga ishinib, Aysoni qutquzuvchi egam deb e'tirof qilganlar bir kuni o'limdan tirilib, shundaqla tiriklar bilan birga osmonga ko'tarilib, Rabbimizning yeniga bordi. Shu chaqda osmon ichilib, Ayso olamga g'olbiyat podshosi, odil sotchi sifatida qaytadan keladi. Uning chapinida podsholarning podshosi, Rablarning Rabbi degan so'zlar yozilgan bo'ladi. Haq otga mingan nökarlari uningga agishib keladi. Zakariya payg'ambarning kitobida u shon sharifi bilan zaytun teg'i tushdi. Tog' qoq ikkiga ayrildi deb yozilgan. Shuning bilan Masih butkul olamni boshqaradigan bo'ldi. 1000 yil o'tgandan keyin shayton yana chiqib, yer yuzidagilarni eziqtirdi. Ammo Xudo osmondan o't tushirib, shaytonga agashganlarni yo'q qildi. Xudo shaytonni jazolab, do'zax o'tiga tashlaydi. Shu yerda u menga azob chekadigan bo'ladi. Cho'ng kichik barliq o'lganlar qayta tirilib, yaratquchi egining oppoq taxtining oldida turib, sotqa tortildi. Kimning ismi Parvardigorning hayot kitobida yozilgan bo'lsa, shu do'zax o'tiga tashlandi. Biroq yangidan yaratilgan osmon bilan yerda Xudo o'z xalqi bilan birga bo'lib, ularning ko'z yashini surtdi. Uningda o'lim, qiyinchilik bilan og'riq bo'lmaydi. Sababi burun qishlarning hammasi yo'q bo'ladi. Tun bo'lmaydi. Hatto quyosh so'lsining kerigi bo'lmaydi. Xudoning yana uning qurbonlik qo'zisi Masihning shon sharpi nurini chechib turdi. Ular mangu boshqardi. Beshta mangulik hayot taqdim qiladigan daraxt bo'lib, inson qartilgan qarg'ish la'natlar bo'lsa, yo'q bo'ladi. Ayso mundoq degan: "Kim usigan bo'lsa, menga kelib hayotlik suyini issin. Kim menga ishonsa, shuning qalbida hayotlik suyi urg'ib chiqadi." Ayso yana: "Men yaqin orada qaytib kelaman. Mening so'zimni amalga oshirganlar baxtlidir. Kim so'zimga quloq selib, meni avatkichiga ishonsa, shu mangulik hayotga ega bo'ladi. U qiyomat sotiga tortilmaydi" degan. Xudoning yo'li to'g'rida xabar hammamiz uchun ajoyib xabardir. Qimmatli qarindoshlar, Xudo yaratquchiga tirik hayotimizning boshlanish manbasidir. U sizning kelajagingizni o'ylaydi. Uning sizning hayotingizga bag'ishlangan ajoyib plani bor. Xudo muqaddasdir. Uningga o'zingizning to'g'ri yo'li orqali bora olasiz. Hayotimizda yolg'iz Xudolar cheksiz madhilanishga loyiqdir. Odam ota va Havo ana shaytonning eziqtirishi bilan gunoh o'tkazdi. Ularning avlodlari bo'lgan bizlar gunohkor. Agar birisi Xudoning barliq farmonlarini o'rinlab, ulardan birini o'rinlamasa, u Xudo oldida gunohkor bo'lib, mangu jazolanadi. Biz nurg'un yaxshilik qilsaqmi, yaratquchi egining mehribonligiga ega bo'la olmaymiz. Hammamiz Xudodan jiroqlashib, odishib, ayrilib ketdik. Biroq u bandlarning ojizligini bilib, gunohdan pok Aysoni bizning gunohlarimiz uchun jazolab, qurbon qildi. Gunohning jazosi o'lim. Xudoning Ayso Masih orqali bizga taqdim qilgani mangulik hayotdir.
Xudo cheksiz rahimdiligi bilan mehribonligini ko'rsatib, bizni gunohning jazosidan qutqarishga tayyor. Aysoga ishonch bog'lasangiz, Xudoning la'natidan qutulasiz. Bu o'z tirishchiligingizni emas, balki Xudodan siz kelgan sovg'atdir. Cho'ng mo'li bo'lgan Nikodimga Ayso, "Sen qaytadan tug'ilishing kerak", dedi. Xudoning kechirimiga ega bo'lib, uning huzurida bo'lishingiz uchun ruhiy tug'ilishingiz kerak. Buning uchun siz Xudodan gunohlaringiz uchun kechirim so'rab, hayotingizni uningga bag'ishlang. Xudo bilan zich bog'lanishda bo'lgangiz kelsa, Ayso sizning qutquzuvchingiz bo'lishingizni xohlasangiz, buni Xudoga ayting. Hozir mo'ni so'zlarni mening bilan billa ichingizda yoki ovozingizni chiqarib aytishingiz bo'ldi. Qodir Xudo yaratquchi egam, men sana bo'ysunmay yashab, gunoh qilganligimni iqror qilaman. Mening gunohlarim uchun Ayso chaprasda qurbon bo'lganligi uchun sana minnatdorman. Ayso Masih, sanmu cheksiz minnatdorman. Meni jazodan omon esan elib qolganliging uchun mening qutquzuvchi egam bo'lgin. Rabbim, meni o'zing qanday xohlasang, shundoq odam qilib o'zgartkaysan. Shaytonning eziqtirishidan, gunohdan saqlab, to'g'ri yo'l bilan menishimga yordam bergaysan. Mangu yiningda bo'lganligimga sana minnatdorman. Amin. Siz agar Xudoga tayangan bo'lsangiz, uning bilan har qachon zich munosabatlik bog'lanishda turaverishingiz uchun mushu 3 narsa har doim esingizda bo'lsin. Birinchi, Xudoga tayanib minnatdorlik bilan muhtojlaringizni uningga ayting. Ikkinchi, Xudo so'zi bo'lgan muqaddas kitobni o'qing. Uchinchi, qutquzuvchi Rabbimiz Aysoni hurmatlaydigan ishonguvchilar jamoatlari bilan bog'lanishda bo'ling. Xudo sizlarga yor bo'lsin, aziz qarindoshlar.